Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Dünya Türk Munbiri yığınında Uyg'urlarga aloqador qaror e'landi. İstanbulda o'tkazilgan 4-chi qatimliq Dünya Türk Munbiri yığınında Uyg'ur türkleri haqida muhim qarorlar e'landi. 23, 24, 25 aprel kunlari uyushtirilgan 4-chi qatimliq Dünya Türk Munbiri yig'ini İstanbulda Gorlion mehmonxonasida o'tkazildi. Bu yig'in Türk Asiya strategiya tadqiqotlari markazi tomonidan uyushtirilgan bo'lib, yig'inga dunyoning 60 ga yaqin mustaqil davlat va rayonlardan turk tilida so'zlashadigan xalqlar vakillari, ministrlar, parlament a'zolari, siyosiy partiya rahbarlari, akademik yozuvchilar, tadqiqotchilar, doktor professorlar, jurnalist axborotchilar va ommaviy tashkilot mas'ullari bo'lib 300 kishi qatnashdi. Turk Asiya strategiya tadqiqotlari markazi tomonidan uyushtirilgan bu yig'inda jamoat diplomatiyasi, media, uchur aloqa degan temalar asos qilindi. Yig'inda e'lingan 30 moddalik qarorda Uyg'urlar ustidan yurgizilgan qatliamlar to'g'risida tadqiqot elib berish, kitob yozish va bu qatliamlarni dunyoga anglitishni o'z ichiga olgan bo'lib, uningdan boshqa yana Xitoy qatorliq davlatlardagi turk xalqlari bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirish qaror qilindi. Yig'inning ochilish marosimida so'z qilgan Turk Asiya strategiya tadqiqotlari markazining raisi Sulaymon Shamsoy apandi Türk dunyosi va diasporasining din, til, tarix va jo'g'rofiya to'g'risidagi eg'zoki so'zlardan halqib, o'zaro rishtini kuchaytirishi uchun Chanoqqal'a ruhiga muhtoj ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Sulaymon Shamsoy apandi Tailanddagi Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib, Tailand turmasida tutib turilayotgan 367 Uyg'ur turkining qisqa vaqt ichida adil bir shaklda sud echilib, turma hayotiga xotim berilish to'g'risida kerakli qadamlarning besilishi uchun biz dunyodagi xalqaro bir ommaviy tashkilot bo'lish sifatimiz bilan Dünya Türk Munbiri nomida ham o'z davlatlarimizga, ham xalqaro jamoatga, ham Tailand hukumatiga chaqiriq qilamiz dedi. Yig'inga taklif bilan qatnashgan Uyg'ur vakil Erkin Olibtekin yig'in ahliga xitob qilib, Türk dunyosining muhim parchasi bo'lgan va turklarning tarixiy, madaniyat markazi hisoblanadigan Sharq Turkistonni unutmasligini ahamiyat berishini ta'kidlab fikr bayon qildi. Yig'in yana Turkiya til tarix organ tarafidan tuzib chiqilgan Türk dunyosi o'rtaq tarix darsligining mustaqil Turkiy jumhuriyatlarda o'tilishga boshlanish to'g'risida chaqiriqlar e'lon qilindi. 3 kun davom qilgan bu yig'inning oxirida yig'inda e'lingan qarorlar xulosalanib, Türk dunyosi munbiri xitobnomasi Turk strategiya tadqiqotlari markazining rasmiy to'rbatida e'lon qilindi. Xitobnoma 30 moddani o'z ichiga olgan bo'lib, ba'zi moddalarga Uyg'urlarmi kirgizilgan. Biz bu yig'in to'g'risida texnik ko'p ma'lumotga erishish uchun yig'inni uyushtirgan Turk Asiya strategiya tadqiqotlari markazining raisi Sulaymon Shamsoy va Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Olibtekin bilan suhbat olib bordik. Sulaymon Shamsoy apandi Dunyo Türk Munbiri yig'inining ochilishidagi maqsadi va ahamiyat to'g'risida so'ralgan savolimizga javob berib mundaq dedi. Dunyo Türk Munbiri ham mustaqil turk davlatlarini va butun dunyodagi diasporada yashayotgan turklarni bir yerga jam qildigan xalqaro bir munbar. Bu yerda turk dunyosining masalalari muzokara qilindi. Ham milliy manfaat jihatda rayonlik ham xalqaro bexatarlikka va xotirjamlikka hassa qo'shiladi. Dana kishilar guruhi deganga o'xshash komiteti bor. Har yili tarqatib kelayotgan turk dunyosi Qizil Olma mukofoti bor. Bu yil yangidan qaror qilingan rasmiy tashkillanish apparatlari bor. Mundaq qilib aytganda turk dunyosining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat jihatlarida o'zaro aralashishi uchun, birlik va barobarligi uchun siyosatdan xoli holda davom qilayotgan xalqaro bir munbar. Sulaymon Shamsoy apandi Turk Asiya strategiya tadqiqotlari markazi Uyg'ur masalasiga qanday qaraydi degan savolimizga javob berib mundaq dedi. Albatta Sharq Turkiston bizning aslimiz, naslimiz, hammamiz uchun bak muhim va intayin strategik bir yer. Bugungi kunda ularning beshiga kelgan ig'ir kunlarga intayin qayg'ulanyapmiz. Diqqat qilyapmiz. Tailanddagi tutib turilayotgan qarindoshlarimiz uchunmi qayg'ulanyapmiz, izlanyapmiz. Uyg'ur qarindoshlarimizning necha asrdan buyon davom qilib kelayotgan ma'naviy boyliklarini qo'g'dash va kuchlantirish bizning oldingi vazifamizdir. Sharq Turkistonliklarga demoqchi bo'lgan boshqa so'zingiz bormi degan savolimizga javob berib mundaq dedi. Sizlar yolg'iz emas, hammamiz bir barobar. Turk dunyosi kuchlanyapti. Sizlarning mo'rini mo'riga tirab hamkorlashishinglarga ehtiyojimiz bak bor. Hammamiz birlikda go'zal ishlarni qilamiz inshaalloh. Tabii Doğu Türkistan bizim aslımız, neslimiz. Hepimiz için çok önemli, çok stratejik.
Bugün içerisinde bulunduğu şartlar için çok üzgünüz, takip ediyoruz. Tayland'daki çok sayıda kardeşimizin tutuklu bulunmasından da çok üzgünüz ve takip ediyoruz. Burada önemli olan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin hedef haline gelmeden orada bulundukları ülke içerisinde güçlü ve etkili bir konumda olmaları, yüzyıllardan bu tarafa gelen kazanımlarını korumaları ve güçlendirmeleri tabii bizim temel önceliğimiz. Son olarak Doğu Türkistanlara iletecek herhangi bir mesajınız var mı? Yalnız değilsiniz, hep beraberiz. Türk dünyası güçleniyor. Sizin de omuz vermenize çok ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Osman Batur'ni xotirlash murosimi o'tkazildi. Sharq Turkiston xalqining qahramon o'g'loni Osman Baturning shahid qilinganligining 64-yili munosabati bilan 28 aprel dushanba kuni Istanbulda marhumni xotirlash murosimi o'tkazildi. 28 aprel dushanba kuni Sharq Turkiston xalqining qahramon o'g'loni Osman Baturning shahid qilinganligining 64-yili munosabati bilan Istanbulda marhumni xotirlash murosimi o'tkazildi. Zeytinburnu Kazlıçeşme Medeniyet Merkezi Akdeniz yig'in zalida o'tkazilgan bu murosimni Qozoq turklari ta'lim tarbiya va tadqiqot jamiyati bilan Xo'ja Ahmad Yasaviy tadqiqot jamiyati birlikda uyushtirgan. Yig'inda oldi bilan Qur'oni Karim tilovat qilindi va Osman Batur qatorliq shahidlarning ruhiga atab duo qilindi. Keyin Qozoq turklari ta'lim tarbiya va tadqiqot jamiyatining raisi Faruq Apandi echilish nutqi so'zildi. Yig'inda yozuvchi Xizirbek G'ayratulloh bilan Osman Baturning navrasi Bulbul Karim qizi Osman Baturning hayoti ish izlari to'g'risida so'z qildi. Osman Batur 1940-yillarda Altay tog'larida Xitoy zulmiga qarshi qurolli kurash qilgan bo'lib, 1951-yili asirga tushib qolgan va shu yili 28 aprel kuni Qizil Xitoy askarlari tomonidan darg'a esilib shahid qilingan. Sharq Turkistonning ozodligi va mustaqilligi uchun kurash qilgan Osman Batur shahid qilinganligiga 64 yil bo'ldi. Ishg'olchi Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilgan Osman Batur 28 aprel 1951-yili Qizil Xitoy askarlari tomonidan shahid qilindi. U O'rta Osiyo tarixidagi askariy va strategiya jihatda boshqa birining erishishi va vujudga keltirishi mumkin bo'lmagan o'rnaklar bilan to'lgan unutilmas urush dahiylaridan biri edi. Osman Baturning urush planlari, qahramonligi, askariy qobiliyati shu davrning o'zida dunyo mafkurasidan o'rin olishga boshladi. Xususan uning Baytiq tog'larida qilgan janglari u vaqtdagi dunyo axborotida keng yer olgan edi. Qozoqlarning Altay rayonidagi mo'tavarlardan Jonimxon Tilavbay o'g'limi Osman Batur bilan bir kunda askariy to'qinishda qo'lga tushdi va bir kunda shahid qilindi. Butun hayoti bo'yicha Xitoy ishg'oliyatiga qarshi Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilgan Sharq Turkiston xalqining faxrlik o'g'loni Osman Batur hayotining eng oxirgi minutlarida darg'a esildiganligini bilib turibmi, o'limdan qo'rqmay ishg'olchi kuchlarga qilchi bosh egmadi. Tiz cho'kmadi. G'urur va iftixor bilan kalima shahodat aytib shahid bo'ldi. Osman Baturning yurak so'zi: "Men o'lib ketaman, ammo millatim qiyomatgacha kurashini davom qiladi." Aziz vatanimiz Sharq Turkiston uchun jonlarini fido qilgan Osman Batur Islom o'g'li qatorliq butun shahidlarni hurmat va oliy ehtirom bilan aslaymiz. Bu munosabat bilan Sharq Turkistonning ozodligi yo'lida shahid bo'lgan butkul vatan o'g'lonlariga Allohdan rahmat va mag'firat tilaymiz. Osman Batur'un aziz ruhu üzerinde saygıyla eğiliyor. Hepinizi hürmet, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Doğu Türkistan Türklüğünü gök bayrağı unutmayalım. Murosimda Millatchi Harakat Partiyasi muavin raisi Jalol Adan apandi so'z qilib, Turkiya hukumatini Sharq Turkistonga yetarli darajada ko'ngil bo'lmaganlik bilan aybladi va Misrdagi Rabialarga ko'ngil bo'lgan hukumat Sharq Turkistondagi Rabialarning ko'z yoshlariga parvo qilmadi dedi. U yana so'zda Millatchi Harakat Partiyasi hukumat beshiga kelganda Sharq Turkistondagi Rabialarning ko'z yoshlari oqmaydi dedi. Bugün rahmete kavuşmuş olan kahramanımızın mutlaka Türk milleti tarafından bilinmesi ve milletimize karakter veren bir temel değer olduğu noktasında bir endişemiz yok. Yani Osman Batur'un bizim devlet olmamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını korumasında bir temel nokta olduğundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Karakterler tesadüfen gelişmez. İşte biri Doğu Türkistan'dadır, bir tarafta Rusya'yla verilen mücadeledir.
Türkiye'de verilen mücadeledir. Yani Erzurum'da Nene Hatun'dan bahsediliyor. İşte Antep'te Sütçü İmam'dan bahsediliyor. İşte Maraş'ta. Antep'te Antepli Şahin'den bahsediliyor. Her yerde kahramanların sayıları milyonlar değildir ama o kahramanlar millete karakter verirler. Ben Türk dünyasının bağımsızlığının öncüsü olması bakımından Osman Batur'un mücadelesinin tarihte daha çok anlatılacak, bütün Türk çocuklarının örneği olacağını hiç endişe etmiyorum. Atalmış Çeçek bayramının maqsadi nima? Xitoy tajovuzchilari yaqinqi bir qancha yildan buyon yangidan o'ydirib chiqargan Çeçek bayrami qatorliq faoliyatlar bilan xalqning engini yuyish faoliyati va sesib ketgan kommunist tashviqotini ilib bormoqda. Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon xalqimizning milliy irodasini sundirishga urinib, milliy urf-odatlarimizga hurmat qilmay kelgan Xitoy yaqinqi bir necha yildan buyon milliy madaniyat va urf-odatni tashabbus qilish nomida har xil yangi bayramlarni o'ydirib chiqarmoqda. Shulardan biri Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi nahiya, shahar, yezi bozorlarida o'tkazib kelayotgan Chechak bayramidir. Ulug' bayramimiz bo'lgan Qurbon hayit va Ro'za hayitlarda hayit namozi o'qishni cheklab kelgan muqaddas Ramazon oyida musulmonlarni ibodatidan to'sib, nahaq qon to'kkan Xitoyning milliy madaniyat nomida Chechak bayramiga o'xshash bunday faoliyatlarni kuchab tashviq qilishi yaxshilikdan derak bermaydi. Tag'nataq to'rda har hafta degudek ma'lum yurtda Chechak bayrami o'tkazilganligi to'g'risidagi xabarlar ko'zimizga cheliqmoqda. Mushu oy ichida o'tkazilgan Chechak bayramining ba'zilari tuvandikcha. G'ulji noyisida 3-apreldan 12-aprelgacha 6-navbatlik Eli O'rik Chechki sayohat bayrami o'tkazilgan. Bog'saylisda G'ulji noyisining hokimi Komil Yusuf bu O'rik Chechki bayramida har millat xalqiga urf odati, madaniyati, san'atini namoyon qilish fursati yaratilib, millatlar ittifoqligini texmi yaxshilashga yaxshi sahna hozirlab berildi degan. Doirlar yana bu bayram orqali xalqning vatanparvarlik hissiyotini kuchaytirishni maqsad qilganligini, O'rik Chechki bayramining ko'lami yildan yilga kengayib berayotganligini bildirgan. 11-apreldan 18-aprelgacha Kunas noyisida O'rik Chechki bayrami o'tkazilgan. Xitoy o'ydirib chiqargan bu bayramlarning haqiqiy maqsadi zodi nima? Haqiqat shuki, Xitoy har xil bahona sabablar bilan ommani to'playdigan har bir fursatni qo'ldan bermay, faoliyat uyushtirib, o'zining sesib ketgan ta'tir tashviqotini elib bormoqda. Ko'plab faoliyat uyushtirish orqali muqimsizlik va milliy ziddiyatlarni yo'shirib, xalqning bayoshat, millatlar ittifoq ekanligidek yolg'on vaziyatni o'ttirg'a chiqarmoqda. Faoliyat mazmuniga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning O'rik Chechki, To'g'at Chechki deganlari faqat quruq nom bo'lib, faoliyat qandoq nom bilan atilishidan qat'iy nazar, hammasida yanada Xitoyning koni uslubdagi atalmish vatanparvarlik, milliy an'ana, zamonaviy madaniyat, asabiylikni tugutish va go'zallikni namoyon qilish qatorliq safsatlar tashviq qilingan. Xitoy bu bayramlarni o'ydirib chiqarish orqali bir tarafdan xalqning diqqat nazarini Xitoy elib berayotgan qirg'inchilik va bostirishlardan burashga urinsa, yana bir tarafdan Xitoyning burmalangan ideologiyasini milliy an'ana, zamonaviy madaniyat qatorliq safsatlar nomida xalqimiz musulmonlarga zo'rlab tangmoqda hamda xalqimizni dindan yiroqlashtirishga urinmoqda. Keriyada yuz bergan voqeaning tafsiloti oshkorlandi. Keriyaning Langar yezisida yuz bergan voqeaga munosabatlik oshkorlangan ba'zi tafsilotlarda Xitoy tajovuzchilarining kanatda qirg'inchilik elib borganligi va eng az 6 Uyg'urni o'ldirganligi oshkor bo'ldi. Ishg'olchi Xitoy armiyasining Xotan viloyatining Keriya nohiyasidagi bir kentda qirg'inchilik elib borganligi va bir uyga hujum qilib 8 Uyg'ur fidoyini portlatib o'tganligi xabar qilindi. Ijtimoiy aloqa uchur vositalaridan naql qilingan xabarlarda bildirilishicha 19-aprel Xitoy Xotandan qurolliq askar yo'tkab kelib, Keriya nohiyasining Langar yezisini qo'rshavga olgan va Langar yezisini markaz qilgan holda butun nohiya tabasida harbiy holat e'lon qilgan, kirib chiqishni man'iy qilgan. Egallanishicha bu to'qinish Langar yezisining Suk kentida yuz bergan bo'lib, 19-aprel soat 17 atrofida ishg'olchi Xitoy soqchilari ma'lum kishilarning hujum voqeasi planlash uchun bir uyga yig'ilganligini bahona qilib, bir uyni qurshab, ichidagilarni qo'lga olmoqchi bo'lgan. Uydagi fidoilar taslim bo'lishni rad qilib, qarshilik ko'rsatgan va to'qinish yuz bergan. Soqchixona boshlig'i Xitoy askarlaridan yordam talab qilgan. 50 harbiy mashinada kelgan Xitoy askarlari uylarga hujum qilgan va fidoilar bor uyni ig'ir tipdagi qurollar bilan bombardimon qilgan. Uydagi 8 nafar fidoi bombardimonda shahid qilingan. To'qinish 20-aprel dushanba kuni tushlikcha davomlashgan bo'lib, to'qinishdan yaralanganlarning borligi ma'lum. Vaqadan keyin Xitoy doiralari fidoilarning urug' tuqqanlari va yaqinlaridan
yüzlerce kishini qo'lga olgan. Erkin Asiya radiosi 19 va 20 aprel kunlari Langar yezida yuz bergan bu voqeani dalilladi. Radio muxbirlari voqeaga munosabatli tafsilotlarga erishish uchun Keriya noyilik JX idorasi va Langar yezlik soqchixonaga telefon qilgan. Bu vaqtda qayta aniqlash davomida voqeada 6 kishining o'lganligi, 2 kishining asiri tushganligi, bu 8 kishidan birining ayol ekanligi oydinlashgan. Ammo voqeaning qo'zg'atquchi sababi, davom qilgan o'rni qatorliq tafsilotlar haqida o'xshamagan uchurlar o'tirg'a chiqqan. Oshkorlanishicha, bu voqea kent va mahalla boshliqlariga tafsili bildirilmagan. Doirlar kent boshliqlariga voqeada belig'i bomba tangan 5-6 kishining o'lganligini oshkorlagan va bu uchurni tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Ammo doirlar beligi bomba tanguvchilarning kimlar ekanligi, qanday ahvol ostida bombani portlatganligi, portlagan bombada soqchilarning ziyonga uchragan uchurmaganligi haqida hech nima demagan. Soqchilar faqat yezini qamal qilish orqali bir tarafdan voqeaga chetishlik gumondorlarni tepish va tutishga harakat qilsa, yana bir tarafdan voqea haqidagi uchurni kontrol qilgan. Xitoy Amerika va Yaponiyani ogohlantirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika va Yaponiyani ogohlantirib, Janubiy Xitoy dengizidagi surkilishlarga aralashmaslikni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika va Yaponiyani ogohlantirib, Janubiy Xitoy dengizidagi surkilishlarga aralashmaslikni talab qildi. Osiyo Tinch okeanida Xitoy, Tayvan, Vyetnam, Indoneziya qatorliq davlatlar o'rtasida surkilish paydo qilgan Janubiy Xitoy dengizidagi orol talish masalalari haqida bayonot e'lon qilgan Xitoy doiralari Amerika va Yaponiyani bu masalalarga aralashmaslikka chaqiriq qilib ogohlantirish berdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Amerika va Yaponiyaning Janubiy Xitoy dengizidagi masalalarda tarafbozlik qilganligi bildirildi. Amerika va Yaponiya qatorliq ikki davlatning tarafsiz qilishini talab qilgan Xitoy doiralari masalalarni murakkablashtirib, rayonlik muqimlikning buzilishiga sabab bo'lgan so'z ifoda va harakatlardan uzoq turish kerakligini ta'kidlagan. Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe Washington ziyorati jarayonida Amerika raisi Barack Obama Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy kuchini oshirganligini bildirdi. Shinzo Abening Amerika ziyoratidan keyin Xitoy axborotlari Amerikani Yaponiyani dunyoning zapas soqchisi holiga keltirishga uringanligi bilan tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatlarining butunlay qonunli ekanligini va haqliq bo'lganligini da'vo qilmoqda. Xitoy nima uchun Amerika bilan Yaponiyaning yaqinligidan bearam? Xitoy Yaponiya davlat mudofaa armiyasi bilan Amerika o'rtasida mudofaa strategiyasi hamkorligi o'rnatilganligidan qattiq bearam bo'lmoqda. Yaponiya davlat mudofaa armiyasi SDF bilan Amerika o'rtasida mudofaa strategiyasi hamkorligi o'rnatilganligiga qarata Xitoy qattiq bearam bo'lmoqda. Amerikaning Pivot Osiyo strategiyasi doirasida Yaponiya bilan yaqinlashishining aslida Xitoyning rayondagi ta'sirini ojizlashtirishni nishon qilganligi ilgari surildi. Amerika bilan Yaponiyaning yaqinlashishi Xitoyni bearam qilishni davomlashtirmoqda. Amerikada rasmiy ziyorati bo'layotgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 28 aprel Amerika prezidenti Barack Obama tomonidan Oqsaroyda alohida qarshi olindi. Obama Shinzo Abeni normalda prezident yoki podshohlarni qarshi olganda o'tkazilgan yuqori darajali murosim bilan qarshi oldi. Obamaning bunday alohida pozitsiya tutishi Shinzo Abening ziyoratiga naqadar zo'r ahamiyat berganligining ifodasi deb qaralmoqda. Tunugungi uchrashda har holda ikki taraf aktiv qadamlarni tashildi, ammo siyosiy signallarni berishni xohlab ketmadi. Yaponiya 18-asrdan buyon tunji qatim davlat mudofaa strategiyasini yengillashga yuzlangan davlat mudofaa armiyasi SDF orqali ham rayonda ham xalqarada texmi muhim o'ringa ega bo'lishga tirishmoqda. Xitoyning rasmiy xabar agentligi Xinhuaning xabarida Washington doiralarining so'qiyotgan hisobi aniq. Osiyo Tinch okean rayonida Xitoyning kunsiri eshiyotgan ta'sirini to'sib qilishni xohlaydi. Amerika Pivot Osiyo strategiyasini kuchaytirish uchun Yaponiyani ishga solmoqda. Amerika Osiyoda muqimsizlik paydo qilishga urinmoqda deyildi. Xinhuaning xabarida yana Osiyo Tinch okean rayonining muqimligi va tinchligini qo'g'dash uchun Amerika bilan Yaponiyaning ittifoqdoshligini kuchaytirishining hojati yo'q. Xitoy rayonda tinchlikni asos qilgan yo'l sizishda qat'iy niyatga ega. Amerika bilan Yaponiyaning ittifoqi rayonda shuncha tasdiq qo'lga kelgan ijobiy taraqqiyotga nuqson yetkazdi degan so'zlarga o'rin ajratildi. Xitoy davlat raisi Shi Jinping Xitoyning kuchayishi rayonga nisbatan tahdid emas, balki dal aksicha taraqqiyot fursati yaratib berdi dedi. Yaqinda buyon Amerika Pivot Osiyo strategiyasi orqali rayonning cho'ng iqtisodiy kuchi salohiyatiga ega davlatlar bilan ittifoqlikni kuchaytirishni asosliq nishon qilmoqda. Amerika davlat bexatarligi va strategiya uchur aloqa muavin maslahatchisi Ben Rodesmo
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening Amerika ziyaratining bu nuqtadan intayin muhim ekanligini bildirib, maxsus bayonot e'lon qildi. U bayonotida Shinzo Abening ziyarati Osiyo Tinch okean rayonining kuch tangpunligini yangidan shakllantirishga qartilgan keng ko'lamli tirishchanliklar doirasida ilib berilmoqda degan so'zlarni ishlatdi. Amerika ittifoqdoshi Yaponiyani qo'g'dashda ching turadiganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Obama Xitoyning xato yo'lda ekanligini va Xitoyning talash tortishlik rayonlaridagi harakatlaridan andishi qilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi va Senkaku orollarini o'z ichiga olgan Yaponiyaning kontrolidagi butun zaminni qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Amerikani ziyorat qilayotgan Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe Amerika prezidenti Obama bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Amerika raisi Obama o'rtaq muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, hozirgi butun masalalarni diplomatik yo'llar bilan hal qilishning o'rniga Xitoyning kuch-quvvat bilan hal qilish yo'lini tanlaganligini bildirib, buning xato yo'l ekanligini ifodaladi. AFP'ning xabariga qaraganda, ikki davlat rahbarlari Xitoyning Janubiy Xitoy va Yaponiya dengizlaridagi harakatlaridan o'rtaq andish qilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Obama va Abe butkul tahdidlarga qarshi birlikda kurash qilish, mudofaa sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim tuzdi. Amerika raisi ittifoqdoshi bo'lgan Yaponiyani qo'g'dashda ching turadiganligini ta'kidlab, Amerikaning Senkaku orollarini o'z ichiga olgan Yaponiyaning kontrolidagi butun zaminni qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Obama Amerika va Yaponiya o'rtasidagi ittifoqdoshlik munosabatlar to'g'risida ogohlantirish berib, har ikki davlatning Xitoyning tinchlik usulidagi harakatlarini mamnunlik bilan qarshi olganligini bildirdi. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan 26-chi ASEAN yig'inida Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishda qolgan orollar kun tartibga kelgan. Xitoyning rayonda tutgan pozitsiyasi ko'plagan liderlar tomonidan tanqid qilingan. Bu tanqidlarni rad qilib kelayotgan va rayonda Xitoyning haqqi borligini da'vo qilgan Beijing doiralari rayonda ilib berayotgan ishlarini tabiiy huquqiy ekanligini ifodalagan. Sharqiy Janubiy Osiyodagi eng chong rayonlik tashkilotlardan biri bo'lgan ASEAN tashkiloti Filippin, Malayziya, Brunei, Kambodja, Indoneziya, Laos, Burma, Singapur, Tailand va Vyetnam qatorliq davlatlardan tarkib topgan. Xitoyda Janubiy Xitoy dengizidagi qo'shni davlatlar bilan orol talish sababidan yuz bergan masalalardan sirt yana Sharqiy Xitoy dengizidagi Yaponiya bilan orol talish masalalari sababidan ixtilof va egilik huquqini talish voqealari yuz bermoqda. Turkiya Hacettepe Universiteti o'qituvchisi shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Xitoyning rayondagi davlatlar bilan bo'lgan surkilishini Istanbulda o'tkazilgan strategiya leksiyasida mundaq bildirgan edi. Mundaq qarab aytganlar, Xitoy Ikkinchi dunyo urushidan keyin o'zining dengiz chegarasini sizgan, qizilni qaraman. Ma dengiz Xitoy yerida haylan var bu. Engelimde bu. Oyada başlaydı xalqning ishini oldida sizda buni. Malayziyaning oldida ishini oldida, Bruneyning oldida, Filippinning ishini oldida, Japoniyaning oldida siz ketmadingiz. Endi buni qadar haq deyarsiz. Sen mening dengizim mudofaa bunda siz bu xalqning ishini oldida siz olsangiz bo'lmaydi. 1982-84dagi dengiz xalqaro qonunlarda mandat ahvol bo'lgan vaqtida o'ttirdan yurish degan qoida bor. Ammo Xitoyda biz Ikkinchi dunyo urushidan hemen keyin 1947da biz siz vaqt bizning kerak. Ya o bo'lmaydi bunda qilsa bunda bu nimaga mana kök rangdagi qiladigan bular har bir davlatningki o'zininki siz olgan dengiz rayoni. Bu qizil Xitoyning siz olgan. Yani Xitoyninki siz olganning ichida bu kök renklikler turvalıda bu ya da çiçek, meselesi var. Şuna dedi bu oturda bölüşerdi, Xitoy ona olmaydı dedi. Tarihten beri bu yakasından dedi. Ne kadar oldu dese falanca bir Ming sülalesinde bizdeki önce bir birlikte önemli için aşağıda bir konuk yapırken bu arada şunun da bizim. Hem de yazıklık var. Yazıklık olan için muşunu götürüp çıkardı. Tarihten beri bu gapga Nepaldagi yer tevrashda moddiy va ma'naviy ziyonlar barg'ancha ig'irlashmoqda. Nepalda maydonga kelgan 7,8 ball yer tevrashda maydonga kelgan ziyonlar ig'irlashmoqda. Qazo qilganlarning soni 5500 ga yetdi, yaralanganlarning soni bo'lsa 10 mingdan oshib ketdi.
Nepalda maydonga kelgan 7,8 bal yer tevrashda moddiy va ma'naviy ziyonlar barg'ancha og'irlashmoqda. Yer tevrashda qazo qilganlarning soni 5500 ga yetdi. Yaralanganlarning soni 10 mingdan oshib ketdi. Bu qatimqi yer tevrash 8 million kishiga ta'sir ko'rsatdi. Taxminan 70 ming uy, bino vayron bo'ldi. Nepal hukumatining yordam chaqirig'iga binoan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 3 oy Nepalga yordam qildi ekan. Yer tevrashdan keyin rayonga yetib borgan tunji insoniy yordam yana Turkiya tarafidan yetib bordi va Turkiyada Nepalga yordam berish uchun keng ko'lamli faoliyatlar elib berilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tunji bosqichda 145 million dollarlik yordam qilganligini bildirdi. Biroq ba'zi ofat rayonlarida qo'nalg'u, yemak-ichmak va suv qiyinchiligi yuz bermoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nepaldagi yer tevrashdan keyin taxminan 1 million 700 ming bolaning pokiz suv, qo'nalg'u va yordam buyumlariga jiddiy ehtiyoji borligini bildirdi. Yordam buyumlarining kechikib kelayotganliklaridan norozi bo'lgan xalq poytaxt Katmandudan qochmoqda ekan. Nepalda Yahudilarga bola tug'ib beradigan ayollar oshkorlandi. Nepalda yuz bergan yer tevrash ofati yana bir ochiq haqiqatni o'ttirg'a chiqardi. Nepalda yuz bergan yer tevrash ofati yana bir ochiq haqiqatni o'ttirg'a chiqardi. Nepallik yo'qsul ayollarning boshqa davlatdan kelganlar uchun to'xtamliq ona bo'lib berganligi oshkorlandi. Isroiliya hukumati yer tevrash ofatidan keyin Nepallik to'xtamliq onalardan tug'ilgan 5 nafar bovoqni Isroiliyaga qaytarib ketdi. Isroiliyada to'xtamliq ona bo'lishga qonun yo'l qo'ymaydigan bo'lg'achqa o'xshash jinsliklardan to'y qilgan oilalar balalik bo'lish orzusini chet ellardan bola beqib olish yo'li orqali qamdab kelmoqda. Nepal qonunida bo'lsa davlat ichida chet elliklar bilan bola tug'ib berishga kelishim tuzib, to'xtamliq ona bo'lishga yo'l qo'yildi. Isroiliya doiralari hozirmo Nepalda isroiliyaliklar bilan bola tug'ib berish kelishimi tuzgan 80 ga yaqin nepallik homila ayolning borligini bildirdi. Bulardan boshqa yana isroiliyaliklar bilan to'xtamliq 25 bovoq texib bir hafta ilgari tug'ilgan edi. Nepaldagi yer tevrash ofatidan keyin to'xtamliq bovoqlardan 5 nafari harbiy aeroplanlar bilan Isroiliyaga yo'tkab ketildi. Isroiliya tashqi ishlar ministrligi qolgan 20 bovoqni isroiliyalik dadilari bilan qo'shib, pat yaqinda yo'tkab ketishni planlaganligini bildirdi. Qardavi Turkiyaga qarshi xatarlik o'yinlar o'ynalmoqda dedi. Dünya Müslüman Alimler Uyuşması Reisi Yusuful Qardavi atalmış 1915 yıl vakaları to'g'riliq Türkiye'ye karşı xatarlik o'yinlar o'ynalayotganligini bildirdi. Dünya Müslüman Alimler Uyuşması Reisi Yusuful Qardavi atalmış 1915 yıl vakaları to'g'riliq Türkiye'ye karşı xatarlik o'yinlar o'ynalayotganligini bildirdi. Qardavi rasmiy to'ri betida mundaq dedi. Müslüman taraqqiy topgan va adil davlat bo'lgan Turkiyani xalqarалық masalalardagi axloqiy roliga buzg'unchilik qilib kelayotgan iqlim va guruhlarga qarshi qo'llaymiz. Qardavi so'zda tarixning burmilinib, atalmış 1915 yili vaqalarida o'lgan armaniyalarning sonining mubolig qilinib etilganligi, shundaqla o'lgan musulmonlarning bo'lsa nazardan saqit qilinganligini ta'kidlab mundaq dedi. Turkiyaning bu vaqalarga munosabatlik arxivlarining mustaqil tarixchi va insofli tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilinishi va chiqqan natijalarning dünya jamoatchiligiga e'lon qilinish fikrini o'ttirg'a qo'yishiga salbiy inkas bildirilishi, bu voqealar to'g'riliq ilgari surilgan da'volarning yolg'ondan iborat ekanligining eng chong isbotidir. Qardavi yana mundaq dedi. Tarix Yevropa askarlarining ahli salib davrida Quddus va Damashqda elib borgan qatliamlarini qat'iy unutib qolgani yo'q. Andalus musulmonlariga qilingan qatliamlarmi texi esimizdan chiqqani yo'q. Navbatda butkul dunyo Isroiliyaning yo'lanchiksiz Falastin xalqiga zulm qilishiga shohid bo'lmoqda. Qardavi Guantanamo bilan Abu Ghurayb turmalaridan sirt Berma va O'rta Afrika Jumhuriyatida musulmonlarga elib berilgan qatliamlarni eslatib o'tdi. Luzier buningdan keyin Muhammad alayhissalomning hajviy rasmini sizmayman dedi. Fransiyada chiqadigan hajviy rasm jurnali Charlie Hebdo'ning rassomi Renald Luzier buningdan keyin Muhammad alayhissalomni hajviylashtirib rasm sizmaydiganligini e'lon qildi. Fransiyada chiqadigan hajviy rasm jurnali Charlie Hebdo'ning rassomi Renald Luzier buningdan keyin Muhammad alayhissalomni hajviylashtirib rasm sizmaydiganligini e'lon qildi. Yanvar oyida terrorlik hujumiga uchragan Charlie Hebdo hajviy rasm jurnalining Luz taxalluslik rassomi Renald Luzier Fransiyada chiqadigan bir jurnal bilan o'tkazgan suhbati jarayonida
7 yanvardan keyin jurnaldan ayrilib qat'iy bir narsa sızmaslik niyatiga kelganligini, lekin o'lib ketgan do'stlarining hurmati uchun yana bir mezgil rasm sizishni davomlashtirganligini aytdi. Luz buningdan keyin Muhammad alayhissalomning hajviy rasmini sizmaydiganligini, hamda bundaq temalarga qiziqmaydiganligini qayd qildi. Luz Charlie Hebdo jurnalining hujumidan keyingi dastlabki sonining muqovasiga besilgan hajviy rasmni sizgan edi. Parijda 7 yanvar kuni Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilish bilan boshlanib, uda 3 kun davomlashgan voqea jarayonida 17 odam hayotidan ayrilgan. Hujumchilar o'lik holatda qo'lga tushirilgan edi. Uyg'ur oshxona va do'konlarda majburiy aroq sotishga buyruq chiqarildi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda ijro qilayotgan yo'lsizliklarni yana bir baldoq ko'tarib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodiy va an'anaviy adab axloqiga buzg'unchilik qilishni chekidan oshirmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodiy va an'anaviy adab axloqiga buzg'unchilik qilishni chekidan oshirmoqda. Xitoy tajovuzchilari vatanimizda elib berayotgan yo'lsizlikni yana bir baldoq ko'tarib, Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodiga va axloq o'lchamiga zid bo'lgan aroq ichish, tamaki chekishdan iborat nachar omillarni musulmon xalq ommasining orasida umumlashtirish uchun razil siyosatlar yurgizmoqda. Yoshlarni tamaki chekish, aroq ichish qatorliq axloqsiz nachar yo'lga boshlasa, savdo tijoratchilarini aroq va tamaki setishga zo'rlab, yoshlarning axloqining buzilishiga sabab bo'lgan omillarni keltirib chiqarmoqda. Ishg'olchi Xitoy doiralari yaqinda Xotan shahrining Laskuy yezisiga qarashliq Aqtash kentida bir uqtirish chiqarib, tijorat bilan shug'ullanayotgan oshxona, talla bozorlarining 1-maydan e'tiboran do'konlarga 5 xil aroq turi, 5 xil tamaki turi qo'yishga hamda tamaki va aroqni do'konga kirganlarning oson ko'ziga chiliqadigan o'ringa qo'yish kerakligi to'g'risida uqtirish chiqarib buyruq qilgan. Bu buyruqni ijro qilmagan do'konlarning pechatlanib taqib etilganligi, do'kon egasining siyosiy qonun mas'uliyati qattiq surishti qilinganligi bilan tahdid solgan. Ishg'olchi Xitoy tajovuzchilari zulm qilishda haddidan qattiq oshmoqda. Xalqimizning nima setib, nima elishini Xitoylarning belgilash huquqi yo'q. Har kimning o'zi xohlagan tijorat bilan shug'ullanish huquqi bor. Bu ijroatlar Sharq Turkiston xalqiga qilingan zulm va Uyg'ur musulmonlariga qilingan haqoratdir. Bu iymonliq va vijdonliq musulmon yoshlarning axloqini buzish, diniy e'tiqodiga buzg'unchilik qilish uchun yurgizilayotgan suiqasddir. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.